Teklemakkandan yanrıgan ünçü sadası. Ümitlik qalblarning o'chmas navosi. Mehirlik dillarning o'rtaq arzusi. Yangi Zelandiyadan anlatılayotgan Uncha programmasi. Men tədqiqat jarayonida shuni his qildim, ham texmo qiziqdim, chunki bunday ishlar uncha ko'p emas. Albatta, bir jo'grafiyalik rayonninki madaniyat jihatiga obro'yiningki o'zgarishi tabiiy ish, ammo G'uljida bak favqulodda tez bo'lgan. Andin qandaq shunchalik tez suratda qandaq bir o'zgargandi deb tadqiq qilsam, buni his qildim. Sovet ittifoqida 20-yillardan boshlab, andin Şinjan'da bakrak 30-yillardan boshlab, Ilida bu sosyalistik ideya, andin men degan boshqa taraflarmi matbuot, Uyg'ur tilidagi matbuotchilik, andin fanniy ma'rif degandek narsalar hali baldir boshlangan. Andin shu asosdan foydalanib, Ili ziyolilari 30-yillardan boshlab shunday bir o'zlari yangi madaniyat deb qaragan bir narsani, bir madaniyatga asos solgan. Bo'libmi, shu 44-yili Sovet ittifoqining yordami bilan Sharq Turkiston Cumhuriyeti qurilgandan keyin Ili cho'chak Altayda texmo kuchlik bo'lgan. Sharq Turkiston Cumhuriyetini asosan cho'ng jihatdan g'uljiliklar boshqargan desak bo'ldi. Boshqalarmi bor, albatta bo'libmi beshida boshqalarmi hali qatnashgan, jihatdan qatnashgan, albatta boshqa yerlardan kelganlar qatnashgan, Osman Botir deymiz, nurg'un boshqa taraflar, boshqa lagerlarmi bor, ammo bo'libmi shu vaqtning o'tishi bilan hokimiyat kuchi g'uljiliklarning qo'liga o'tgan, undan bo'libmi madaniyat ishlarida Ili ziyolilari, undan bo'libmi g'uljilik ziyolilar bir xillik eng cho'ng rol o'ynagan Rahbarlik. Bir xillik rahbarlik rolini o'ynagan desak bo'ldi. Mayli bir matbuotchilik sohasida bo'lsin, mayli ma'rif sohasida bo'lsin, mayli yoki boshqa bir madaniyatga oid bir sohada bo'lsin, ular yetakchi rol o'ynagan. Andin hukumatni asos jihatdan boshqargan desak bo'ldi. Shu 49-yili andin Kompartiya kelgan vaqtda Şinjan'a Kompartiyaning asosan Uyg'ur a'zolari yo'qdi yoki az. Shu ammo shu vaqtda Şinjanning nüfusi taxminan shu 75 ya 80% Uyg'urdi. Shu agar Kompartiya Şinjanni boshqarmoqchi bo'lsa, cho'qim Uyg'ur ziyolilar andin Uyg'ur amaldorlar bilan hamkorlashib boshqarish kerakda. Bo'lmasa boshqarmoqni tas. Cho'qim Uyg'ur tilini biladigan, sotsializmni Uyg'urlarga tushuntiradigan ham bo'libmi, hamda bu sotsialistik jongo u Qing sulolasiga o'xshamaydi, Kuomintangga o'xshamaydi. Bu yangi bir hokimiyat. Biz odillik bilan boshqaramiz. Mundaq yaxshi bir siyosatni yo'l qo'yamiz, undaq yaxshi siyosatni yo'l qo'yamiz deb buni hammasini tashviq qilishga ularga hamkorlashadigan Uyg'urlar lozimdi. Agar buni hamkorlashadigan odam bo'lmasa, boshqarolmaydi yoki boshqarmoqni tas. Endi ular bilan kim hamkorlasha oladi? Asosan g'uljilik ziyoli, g'uljilik amaldorlar hamkorlasha oladi. Bunda albatta ikki sabab bor. Birisi Sharq Turkiston Cumhuriyetininki armiyasi bor. Shunliqi ma'lum darajada bir xillik tinchlik saqlash uchun hamda hamkorlash kerak. Ammo yana bir cho'ng bir sababi sotsializmni Uyg'urlarga tashviq qiladigan eng bir xillik yaxshi nomzodlar asosan g'uljilik ziyolilar. Chunki ular allaqachon shu ishni qilishga boshlagan, ham u ishda tajribasi bor. 20-yillardan boshlab mush ideya G'uljida taqilishga boshlagan, ma'lum darajada Lutfulloh she'rlari masalan nayt yaxshi bir misol ko'rsangiz. Nayt yaxshi misol. Endi Shangsay vaqtida, endi bu programni anlaydiganlar jiqsi Uyg'ur bo'lgandan keyin men hammadan bilgan tarixlarni so'zlamadim. U Shangsay hokimiyati endi asosan 34-yildan boshlab
nima deymiz, sotsialistik yoki sotsializmga yaqinroq bir hukumat bir hukumat shaklini qo'llangan. Ammo uningki ta'siri g'uljida alayda cho'ng bo'lgan. Şu 30-cı illərdən başlap, unda əmdə Lutful Mutalib faqat bir misal, lakin nəhayət yaxşı bir misal. Lutful Mutalib oxşaş adamlar bir sosializmga yaqinroq bir ədəbiyyatga əsas salgan. Ularning shuna qilishida Sovet Uyg'ur ədəbiyyatımı nəhayət mühim bir asas bo'lgan, umumiy bir dasmaya bo'lgan ularga. Şu an andın 44-cü ildən başlap ular g'uljiliq ziyolilar faqat ədəbiyyatlar emas, mətbuatçılıqlar emas, hətta bir to'liq bir hakimiyyətni boshqargan. Şu 49-cı ildən keyin ular nəhayət bir xil deymiz, pishiq bir xil təcrübəlik bir qo'shin. Aşına bir qo'shin. Ular hem əməldar bo'lalaydı, hem yazğıcı bo'lalaydı. Bir nəhayət mühim bir rol oynaydigan bo'ldi endi. Mau 50-ci illərdə Şinjanda. Amma əlbəttə bu şu an mən parangni 5-də bunu təkidlədim. Bu faqat hakimiyyətninki ularga bo'lgan ta'sirlar emas. Bu hem ularninki intayin aktiv halda mushu nima deymiz? Umumiy bir siyosiy ahvol bor. Cho'ng bir davlatlar bor, cho'ng bir kuchlar bor, Sovet ittifoqi bor, Jungo bor. Bu g'ulja degan endi odam soni jihatdan taqa Uyg'urlarning ichidami g'ulja odam soni jihatdan unchalik cho'ng emas. U balkim shu Uyg'urlarning nopisining 5% bo'lishi mumkin. Ammo mushuna bir ahvoldami g'uljilik ziyolilar xeyli qiyin bir ahvolda o'zlari to'g'ri deb qaralgan ishlarni qanday qila oldi, undan o'zini maqsadiga qanday yetgan, o'zlari bir xil millatga foydali deb qaragan ishlarni qanday qila olgan, qanday bir talashlar qilgan, shuni jiq tadqiq qildim, jiq o'yladim. Shu 50-ci illarda albatta bu kompartiyaga foydali bo'ladi. Çünkü ularga bir boshqaradigan bir hamkorlashadigan odamlar bo'ladi shuni bilan. Ammo g'uljiliklarga yomon foydali bu. O'ylab boqing. Çünkü 50-ci illarda masalan siz 50-ci illarda bisilgan Uyg'ur adabiyoti darsliklari, Uyg'ur tili grammatika kitoblari Şinjanda deyapman. Yoki taqa Sovet ittifoqida bisilib Şinjanga eksport qilinib, undan Şinjandagi maktablarda qo'llanilgan shu 50-ci illarning boshlarida shuna qo'llangan emasmi? Taqa Şinjanda matbuotchilik unchalik nima qilmagandan keyin. Ammo keyin Şinjanda besishga boshlagan o'xshash. Mayli Sovet ittifoqida besilgan kitob bo'lsin yoki Şinjan o'zida besilgan kitob bo'lsin, asos jihatdan g'uljilik shoir yozuvchilar eng bir ustunlik egallagan mush kitoblarda. Ba'zi men 50-ci illarda besilgan men topgan ba'zi darsliklarda taqa shu 70-80% yozuvchi g'uljilik. Agar 30 yil burun, 40-50 yil burun bo'lgan bo'lsa, bu rasmiy bir aqlga sig'maydigan ish bo'ladi. Menimcha g'uljidami hech kimning ishingiz kelmaydi 50 yildan keyin o'zininki bir xil Uyg'ur madaniyatining markazi deb tonishtirilganligi. Şu bu ajoyib bir cho'ng o'zgarishdan hem g'uljininki Uyg'urlar orasidagi obro'yi, Uyg'urlar orasidagi nopuzi bu ishlarga bak foydali bo'lgan. Shu vaqtga Şinjanninki yerlik hukumati, yerlik partiya qurilmasi ularninki Uyg'ur amaldorlariga qarasangiz, nəhayət ko'plari g'uljilik yoki o'zi g'uljilik bo'lmasimi, balkim Sharq Turkiston Cumhuriyatida ishlagan, huquq tutgan yoki ma'lum darajada ular bilan bir iqlimda bo'lgan. Hamma odam emas, lekin nəhayət ko'p odam. Nopus nisbatiga qaraganda nechasi ko'p, 5-asi 10-asi ko'p. Şu an bu har ikki tarafga foydali bir ish bo'lgan. Anda men tadqiqot jarayonida his qilgan boshqa bir narsa, bu ta'siri eng cho'ng g'uljilik ziyolilar
odatda kompartiyaningki cho'ngroq hamda Shinjongdagi ba'zi cho'ngroq boshliqlari bilan munosabat o'rnatib, ashuna bir nima deymiz, g'ayriy rasmiy guruhlar bo'lgan. Demak, siz kompartiya shuvchisi, katibi, siz balkim Xubey yoki Hubeydan keldingizmi? Siz o'qimaysiz yo ancha bilmaysiz. Shinjong ahvolini ancha tushunmaysiz. Ammo bir qancha ziyoli bor, yerlik ziyoli. Ular sizga tushuntirdi. Ondan ular siz tashviq qilmoqchi bo'lgan siyosatlarni tushuntirdi Uyg'ur tilida. Shuna bir guruhlar shakllangan. Eng beshida masalan kompartiyaga kirgan eng dastlabki bir qancha Uyg'ur nomzodlarninki tangdan to'lisi g'ulchilik yoki Sharqiy Turkiston Jumhuriyatida ishlagan boshqa yurtlardan kelgan odamlar. Men abay dedim-ku, Ahmadjon Qosimovning so'zini naql keltirib, boshqa yerlardan nihoyat ko'p odam kelyotganda, bo'libmi yoshlar, bo'libmi yosh ziyolilar. Shunga boshqa yurtlardan kelgan bo'lsa-mu, yana bir xil iqlimga aylangan, bir guruhga aylangan. Ularni shu ili guruhi damdoq, ili iqimi damdoq ashuna bo'lgan. Shu men balkim eng jiq izlangan shu vaqtdagi kompartiya boshlig'i Liu Xiaowu degan birisi. Liu Xiaowu u kompartiya amdi kelgan vaqtda kelgan. Ondan u Tiyabjon Ilyop deymiz, Abdukarim Xo'ja deymiz, bir qancha ziyolilar bilan Azon Qodir deymiz. Ular bilan nihoyat quyuq munosabatda bo'lib, ular bilan asosan bir xil bir guruhga aylangan desak bo'ladi. Ashuna bo'lgandan keyin g'ulchiliklar bir-birsini tashabbus qilib, bir-birsini tavsiya qilib demakchi, bir-birsini tavsiya qilib hukumatga nihoyat cho'ng miqdorda kirgan partiyaga. Hem partiyaga kirmasimi, hukumat organlarida ishlagan. Naq shu vaqtda 6 shaharda nima bo'layotdi? 6 shaharda kuchliroq bo'lgan diniy tuzum bir xil zarbga uchrayotdi desak bo'ldi. Albatta kompartiyaningki oz sonli millat rayonlarida qo'llangan siyosati ba'zi jihatlarni astroq mangan, ammo shuna bo'lsa-mu, diniy masalan maktablarga yoki madrasalarga yoki bo'lmasa masjidlarga foydali emas endi. Asta-asta ojizlashga boshlagan desak bo'ldi o sistema. Shu men degan madaniyat dasmoyasi xeyli cho'ng miqdorda g'ulchiliklarning qo'liga o'tyotdi shu vaqtda. Buningki ta'sirining cho'ngligini bir yerdan ko'rgili bo'ldi. 57-yili 10-chilarga qarshi turish harakati Shinjongda atalmış yerlik millatchilarga qarshi harakati degan bir harakatga aylangan. Shuning bilan nurg'un g'ulchiliklarni o'rnidan ilib o'tgan. Nurg'un odamlar pipan qilgan, tanqid qilgan. Shuna bo'lsa-mu, undan keyin shu vaqtda garchi nihoyat ko'p ziyolilar, nihoyat ko'p amaldorlarni o'zining o'rnidan ilib o'tgan bo'lsa-mu, ammo g'ulchi madaniyatining ta'siri davomlashgan. Undan keyin bisilgan, masalan, Uyg'ur adabiyot kitoblari, men jiq vaqtda shu adabiyotni misolga oldim. O'zim bakrak qiziqadigan ham bilgan narsa bo'lgan ekan. Ammo boshqa sohalarni ko'rgili bo'ldi. Undan keyin bisilgan adabiyot kitoblarini ko'rsangiz, yanada g'ulchilik shoirlar, g'ulchilik yozuvchilar yanada ustunlik egallagan ularda. Albatta endi 60-yillarda siyosat solchil siyosat ustunlik egallab bu darsliklarda endi masalan Mao Zedongning nutqlari damdoq yoki Leifang naqshi damdoq bu narsalarga ma'lum darajada to'shib ketgan, ammo garchi Uyg'ur yozuvchi, shoir yozuvchilar sal azroq vakillik qilingan bo'lsa-mu shu davrdagi darsliklarda, ammo agar Uyg'ur shoir yozuvchilar bor bo'lsa, ehtimol g'ulchiliklar ko'proq bo'ladi. Yanada shu bunda men matbuotchilik bak muhim rol o'ynagan deb qaradim. Chunki matbuotchilik bo'limi shu keng ko'lamdagi matbuotchilik, masalan shu biraqla necha minglagan, 10 minglagan, 100 minglagan gazet, jurnal, kitobni bostirgan bir texnikalar Shinjongda bagrak tarqalgan vaqtda endi 30-yillardan boshlab 50-yillargacha asosan bir xil umumlashgan desak bo'ldi.
naq mushu vaqtda bu naq mushu davr hamda 25 yildan 30 yildan g'ujliqlar bag'rak hukm surgan davri. Şu an ular matbuotchilik rasmiy umumlashayotgan davrda madaniyatga eng cho'ng ta'sir ko'rsatgan. Shu sababdan hozirgi zamon Uyg'ur tilininki asosliq dialekti yoki asosliq shivasi deyli. Asosliq shivasi yana meningcha G'ulji shivasininki ta'siri bak cho'ng. Asli nopus jihatdan hammasi kirib demak, chirib desak bo'ladi. Shunami? Qashqarliklar jigroq bo'lgandan keyin agar nopus jihatdan belgilangan ish bo'lsa, ammo 50-yillarda shu rasmiy bekitilgan cho'ng bir tilshunos yig'ini ichilib, 55 mita ismda yo'q, kitobimda bor. Urumchida rasmiy bir tilshunos yig'ini ichilib, ondan Uyg'ur tiliga Uyg'ur tilininki rasmiy shivasi, G'ulji shivasi deb bekitilgan. Unda nima qilishni bekitilgan degan savol qo'yilganda, chunki bu aliqjon rasmiy shiva sifatida qo'llanilyapti. Biz aliqjon buni rasmiy shiva deb rasmiy talaffuz deb qaraymiz. U rasmiy Uyg'ur tilininki rasmiy talaffuzi deb qaralyapti aliqjon. Biz aliqjon ishlatdik. U bo'p bo'ldi. Putgan ish bu deb qaradi. Ama nopus jihatdan shu G'ulji degan shu 5% bo'lishi mumkin meningcha. Agar 5%dan yuqori bo'lsa, unchalik yuqori emas undan. Shunga bu ajoyib bir o'zgarish ham uni meningcha sotsializm yoki kommunizmdan ayirib changili bo'lmaydi. U intayin zich munosabatlik. Madaniyat inqilobida albatta ziyolilar hammasi pipan qilingan, hammasi qiynalgan. Ammo madaniyat inqilobidan keyin yana 80-yillarda yana ko'ramiz. Tepchi Ilyop yozuvining qadri eng bir xil pish qadamlarda qoriladi. Ta'siri yana nihoyat cho'ng. Ondan shu g'uljiliklar unda bir hokimiyatda, partiyada, hukumat organlarida 80-yillarda hamda 80-yillardan keyin hamda unchlik nisbatan unchlik cho'ng bo'lmagan burunqidek. Hargiz. Ammo shuna bo'lsa-mu matbuotchilik rasmiy umumlashishga boshlagan vaqtda ularning ta'siri alohida zo'r bo'lgancha u ta'siri hozirgacha bor deb o'ylayman. Tilda ko'gili bo'ldi, adabiyotda ko'gili bo'ldi, tarixga bo'lgan chanchida ko'gili bo'ldi. Shu tarixni qanotchilarimiz qaysi tarixiy qahramonlarni hammadan biladi. Şu Sadir Palvan hammadan bildi. Sadir Palvan asli yerlik qahramon da. Sadir Palvanni ilida biladi. Hozir hammadan bildi. Lutfullo Mutalib hammadan bildi. Lutfullo Mutalib u shu asli shu ilida bilgan odam. Ammo keyin hammaga da u bakaliqi bo'ldi 50-yillarda g'ulchilik ziyolilar uni nihoyat ko'p tanishtirgan. Bütün Uyg'ur millatiga tanishtirgan hamma darslikda bor. Gazetda to'xtamay tilga ilinadi. Uyg'ur tilida ishlangan eng dastlabki filmlarning birisi Jiroqdagi uchqunlar Lutfullo Mutalib to'g'riliq ishlangan. Bundaq bir hozirgi zamon bir qahramon to'g'riliq ishlangan film nihoyat ozdi shu vaqtda, ammo yana shu Lutfullo Mutalibni tanlab ishlagan. Bu Lutfullo Mutalibni buniga loyiq emas deganim emas. Albatta nihoyat ko'p ish qilgan, ammo boshqalarmi bor endi boshqa yurtlarda. Shu boshqa yurtlarning odamlarining nimashqa talanmaganligini shuni mushu endi men degan omillar bilan changili bo'ldi meningcha. Shu agar kitobimning asosliq bir mazmunni so'rasangiz, balkim endi mushlarni deyman endi. Mushunchalik desam bo'ldi. Bak qiziqarliqga, chunki men endi bu tarix yoki adabiyot tadqiqotchisi bo'lmagandan keyin garchi siz davatgan shu jamiyat hodisalarining ta'siriga uchrayotgan bo'lsa-mu, ularning sababi to'g'riliq men o'ylashib baxmagandan, nemishqa masalan Anujurt degan kitob hammamizning uyida bor. Eng kitob o'qimaydigan Uyg'urning uyida Anujurt bo'lish kerak degandek-chi. Lutfullo Mutalibning she'rini siz Abay degandek hech qanday she'r o'qimaydi degan Uyg'urmi bir ko'pdan yodlay oladi. Ya'ni shu ben faqat o'ylashim hozir bunday desangiz bu nihoyat qiziqarliqga shu radio angluvchilarimizga birga agar ingliz saviyasi
Yar bəsə, siz ana şu maqalanızı, həm şu aldığınız çıxılan kitabınızı çoxum bir oxub baxışını tavsiyə qılım. Mən özüm oxub, nəhayət bir qiziqarlıq gəncə, çünki mən şu topluq içilik adam. Mən muşun təsir uçurayman, lakin mən bu to'g'riliq o'ylanmayman. Siz topluq sirtida siz bu to'g'riliq o'ylansiz, siz menga nemishqa men bugungi men bo'lib qolganimni tushuntirib beryapsizda. Ya onda emas. Yaxshınaq nim boldim. Shundaq nim aldım bo'ldi. Jubak bir xil bilim aldım desam bo'ldi. Bu bak qiziqarlikka. Endi ikkimizningki o'rtaq qiziqishimiz va tunishib qilishimizga sabab bo'lgan Uyg'ur she'riyati ikkilaylik. Şu abay deganingizga men nima siz degan taraflarni men undaq bir tushuntirib beradigan odam emas. Faqat hamda men faqat o'zimningki bir yakunim hamda boshqalar boshqacha tushunishi mumkin, lekin mening tadqiqotimningki natijasi shunday bo'ldi, ammo boshqalarningki har xil fikrlari, tanqidlarini berishini orzu qilaman. Nima bu nəhayət bir qiziqarlıq nima ekanchi, endi chunki tariximiz va madaniyatimizning shakllanishida biz har xil ideyalarni anglab yiqishimiz kerakda. Endi hozirgi shu Uyg'ur tariximizga, endi bugungi shu vaziyatimizga bu qanday bo'lib, siz abay degandek bir kunda ham biz bugungi Uyg'ur bo'lib qolmaymiz. Albatta, nəhayət jiq, hatto o'zimizlar emas, sirtdan kirgan omillar ta'sir qilib bugungi Uyg'urlar bugungi Uyg'urlar bo'lib qoldi-da. Şuna endi sizningki bu g'ulji ziyolilar to'g'risida tadqiqotingiz buningki nihoyatda muhim bir omilga. Abay deganimizda chunki sotsialistik tuzum ayni vaqtda ilg'or tuzum hisoblandi. Shunga ason xalqlar qabul qildi-da, chunki biz ilg'orlik intilimiz, bir o'zgarishga intilimiz. Shunga siz dedingiz abay kompartiya kirgan vaqtida oldi bilan ishni shu g'ulji ziyolilari bilan, g'ulji hukumat bilan birlashishdan boshlaganda. Chunki xalqlar bularning gapini anglaydi, bularning nopoz va obro'y va agar o'zgartirishga to'g'ri kelsa, eng oldi bilan musha odamlarni o'zgartirish kerak debchi. Ammo qaraganda, men rahbarlikni o'zgarsa, uning gapini men pastliklar texim yaxshi anglaydi, birga til bir bo'lgandikin. Ikkinchidan bu Uyg'urim, bu balki menga yomon gapni qilmasligi mumkin degan bir xil hammadan narsa o'ylaymiz-ku hamdi. Cho'qim bu mening manfaatimga gap qildi degandikin, bu kompartiyaning oldi bilan shu g'ulji hukumati bilan birlashib g'ulji ziyolilarning ichidan o'zgarishni boshlashi, bu xil ideyaning sinib kirishni boshlashi, aqlga muvofiq ham albatta. Mantiqliq deyman. Bu gaplaringizdanki birinchi gapingizdanki meningcha bak deymiz, u bak o'ylanishga tegishli bir masala, shu vaqtda g'uljiliklarniki emas, u bo'libmi Sharqiy Turkiston Jumhuriyatininki ba'zi rahbarlari, undan shu jumhuriyatda ishlagan ba'zi ziyolilarniki obro'yi siz degandek haqiqatan nihoyat yuqori bo'lgan. Shu obro'yning yuqori bo'lganligida bir qancha omil bor. Birisi ular hamda shunday bir jumhuriyat quroldi. Bir xil Uyg'urlar boshqargan bir jumhuriyat quroldi. Bu o'zi bir obro'yini tiklagan bir narsa. Yana birisi hamda o'zlari nihoyatda pishqan bir ziyolilar, ular jiq ish qila olgan. Undan bu taraflardan ular haqiqatan bir yuzi cho'ng bo'lgan. Shu siz deganda shu 49dan keyin agar shu odamlar endi Jungo hukumati bilan hamkorlashib Shinjongni boshqarsa, haqiqatan jiqaram ularning gapini anglashi mumkin yoki endi unda bir pasipalda anglash emas, albatta bu yerda ikki narsa bor. Siz ilg'orlik dedingiz, endi u tarafmi bor. Masalan, shu vaqtda Jungolar emas, Shinjonglar emas, dunyoning ko'p yerlarida Sovet ittifoqi nəhayət ilğar bir dövlət deb qaralatdı, yəni kommunizm ilğar bir ideya deb qaralatdı. Təxə Amerikada bu ideya yox emasdi şu vaxtda. 30-cı illərdə Amerikalıq ziyolilarning arasında sosializmga bo'lgan yoki Sovet ittifoqiga bo'lgan fikr ba'zida xeyli yaxshi. U albatta odamga bog'liq, ammo ziyolilarningki ba'zi iqimlarida Sovet ittifoqiga bo'lgan qarash yaxshi şu vaxtda. Bir xil ular nəhayət ilmiy qilyotdi, iqtisodni ilmiy boshqaryotdi. Bu ilm asosida qurilgan bir hokimiyat. Albatta har xil ideya bor, nəhayət qarshi turgan boshqa ziyolilarmi bor, ammo shu vaqtda haqiqatan bo'libmi ilida shunday bir Sovet ittifoqi ilg'or bir davlat degan qarash kuchlik. Ondan shu siz degandek shu 49dan keyin shunday bir
bir nima bor, bir munosabat bor. Lekin u albatta bu moddiy kuch bilan ideya bir teng mangdigan bir ish bu. O moddiy kuch bor, Cumhur hukumatining qo'lida shu armiya bor, moddiy kuch bor. Ondan bu ideya mu bor. İkisi teng mangan hamda hesapda. Ama bo'libmi shu hamda bir deymiz shu 49dan keyin yana bir necha yilgacha bu ideya bak cho'ng ro'yingan desak bo'ladi. Yer islohoti, ba'zi boshqa islohotlar xeyli ko'p odam tarafidan yaxshi deb qaralgan. Hamma odam emas. Albatta uni bomishliklarga yaxshi emasdan, lekin xeyli ko'p odam qarshi olgan. Şu an bu ideya bilan moddiy kuch teng bo'lgan. Endi bu biz bugun deyishgan asosli masalalar. Şu an bak to'xtalmasak bo'ladi, lekin siyosiy kategoriya, lekin mushtarak o'rtoqlikka keldik. Endi bu shu o'rtoq qiziqishimiz va tunishimizga sababchi bo'lgan Uyg'ur she'rini tiklaylik. Men 2021-yilgacha she'r o'qib baxmagan qaramjo'sh. Chunki she'rni ujiq yozg'ulamaydi ham daston qilib. Shunday bo'lganki, men bir xil she'rni nima deb o'ylaydim desangiz, adam demoqchi bo'lgan gapini deyolmaydi buningda debchi. Ham hikoyani bir oldigan o'qib tushunib va o'yma sababga ma deb o'ylaymiz debchi. Bu she'r degan bir 3-4 qur bilan ham qandoq bir masalan men qandoq bir xo'shallikni his qildira oladi, qandoq bir azobni, hasratni his qildira oladi deb bunda o'ylaydim. Lekin shu o'tgan yil mayda tuyuqsiz shu marhum shoirimiz G'o'ji Muhammadning bir she'ri bir chilqib qoldi. Endi nima desam bo'lar, she'rni o'qib butun vujudim zilzila keldi desam oshirgan bo'lmayman. Garchi u bir jiq bir necha batlik emas, necha qurlamka, lekin men shundan bu she'riyatning go'zalligini his qildim. Garchi u gapni jiq demasmi, ashi mumkin bo'lgan ashi necha qur bilan ang meg'iz, ang fasohatlik balki dabdabalik emas, fancy gaplarni ishlatmagan bo'lishi mumkin. Lekin oddiy gap bilan ashi xo'shalliknimi, ashi hasratnimi odamga shunday sezdirdi ekan. Shuning bilan butun qiziqishim bilan anki she'r o'qishga kirishdim. Undan keyingisi sizga ma'lum. Ammo shu G'o'ji Muhammadning she'rlarining o'ziga kelsak, gapimiz bilavatdim qaysi she'r bo'lg'itda, shunchalik bir kuch ko'rsatgan bir hozir alomat kuz pasli erlarning o'lim ayniki. Bilaman uni, bilaman. Yod bilmayman, lekin men bu she'rni deklamasiya qilib to'rda e'lon qilgandim. Endi osh vaqtda shundoq yaxshi bir bahoga erishgandim. Hatto bir qerindishimiz deydi, anglab etib, bütün she'rning ichiga ketib, yo'lni ko'rmay tasqabtga bir ko'lga tushib ketgilichi. Keyin dapadi, ashta shundoq ta'sir qilibdi, ash qerindishimizga ash she'r. Bu endi bu G'o'ji Muhammadning she'rlarida o'lim bakchiq tasvirlandi. Bakchiq. Ölümle şunu onunla cık köp yazgan şairime köy. Hayır şu ben mesela oldum çünkü biz Uygurlar deyilki bak onda ölüm yetimden gepini cık kılmayımız için yaxşı emas dep oylap. Lekin şairimizin bütün şiiri bir xil ölüm to'g'risidan. Ama lekin tushkunlik emas. Şairimizning o'ylasam ölümni bir xil isyonkor, bir xil qabul qiladi ekan. Garchi mush o'lib ketyapman degan bo'lsa-mu, hargiz amalsizligimdan emas. Men o'lib ketaman, lekin bu sana taslim bo'lganim emas. O'ldim, ammo ruhim menga sana qarshi degandek bir xil isyonkor ruhi bor ekan. Men mush ruhni o'zimga yaxshi ko'rdimki, men o'zimni ashtaq nimaga ashtaq bo'lishga qiziqman. Turmushda xil ko'ngilsizliklar bo'ladi. Ba'zilari qabul qilmay amalingiz yo'q. Hamma adam taqdirga qarshi kurash chiqib uni o'zgartib bu ancha mumkin emas ish. Lekin ashundaq yomon taqdirladimi? Ya'ni bir xil jushqun ruh bilan, bir xil isyonkor, xo'shal turib yashash men o'yladim shu shoirningki she'rda aytilqi mukammal bir go'zal tasvirlangan deb o'yladim bu xil ruhni. Nihoyat insoniy nuqtadan-chi bir xil tabiiy deb o'yladim. Mushiyati sizningki shoirimiz bo'lganingizni anglab baqsam.